بردم و بردم بلب استقام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان. Aziz vatandaşlar va radio ishtakan do'stlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xabarlar barnomasida xush keldingizlar. Bugun chorshanba 19-yil Aqrab oyining 21. Bu yer Mazori Sharif shahri Balx milliy radiosi. Bu soat xabarlar men bilan Isoxon Amiri. Bismillahirrahmanirrahim. Siratul Nabiy musobaqasi 300 donish omuzni o'rtasida ki ushbu donish omuzlar pantun muhassillari, madrasa talabalari va maktablarning shogirdlari bilan Mazori Sharif shahrining Ravzi Muborakning masjidida yo'l taylandi. Ushbu barnoma Balx viloyatining itloat va farhangini ibtikorida mutolaa farhangni tarviji, yoshlarni siyrat va buyuk payg'ambarimiz Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallamning xulqida oshno bo'lgani va farhangi va diniy arzishlarni taqviyati uchun yoshlarning o'rtasida yo'l taylangan edi. Marosim boshlig'ida itloat va farhang riyosatni farhang va hunar omiri Zabiullo Oriyoyi aytishicha, ushbu musobaqaning hadaf borasida va qanday imtihon olish borada ma'lumot berib, talabalardan istadiki komil diqqat bilan savollarni hal etsa va hamchinon izofa etdilarki, birinchi martabada bir laptop kompyuteri, ikkinchi martabada bir qalami Qur'oni Karim va uchinchi martabada bir kola ko'z yonida olingan va hamchinon 10 bartar donish omuzda taqdirnoma berilgan. Ushbu marosimda Ma'rif riyosatining numoyandasi va Balx viloyatining Olimlar shurosining numoyandasini ham huzurlangan edi. Va boshqa xabar buki, oxirgi zilzilada ki Mazor Sharif shahrida bo'lgan edi, Dehdodi volisvolisida bir buyuk xonaqo va jome masjidning necha joyi vayronlangan edi. Ushbu masjid bir muhim islomiy va tarixiy bino Balx viloyatida edi. Dehdodi volisvolining jome masjidini imomi qori Munibrahmon aytishicha, tarixiy osorni saqlashi va hifz etgani xalq va davlatning mushtarak mas'uliyatlaridan deb izofa etganki, ushbu tarixiy binolar islomiy va farhangiy huviyatimiz degan va ushbu binoning bozsozisini xohlagan. متاسفانه این حافظه تاریخی که 304 سال کم و بیشتر قدامت تاریخی داره، در این هفته گذشته و اثر زلزله که رخ داد خیلی ترک ها و تخریباتی از به حساب داخل مسجد و از بامای مسجد صورت گرفته. در این ما به تشویش هستیم به اینکه خدای ناخواست دم روز زمستان و صبح بارندگی است، دیگه نم و برف آب پایین نگه بروه، دیگه تخریب نشوه. Said Mustafa ushbu volisvolining xalqidan aytishicha, xayriya muassasalaridan, milliy tojirlardan va imorati rasmiylardan xohlagan to ushbu tarixiy binoning bozsozi va hifz etilsa. ما از مقامات رهبری خواهشمند هستیم چی از شرکت ها و تجار ملی مثل که در قسمت روضه شریف تجار خیلی سعیم شدن، اقدام کردن و خیلی خرسند شدیم. خوش میشیم که دیگه سایر آبادات تاریخی و من جمله خانقاه کلان هم در نظر بگیرن. Shu holda Islomiy amirligining rahbarisi Balx viloyatida e'lon etganki, Bo'stoni va tarixiy obidotning hifzi uchun lozim iqdomlar va barnomalarni qo'l yuzida olgan va talosh etadilar to ushbu tarixiy bino ko'p vayron bo'lmasin. Aytilishicha, mahalliy mutaxassislar ushbu tarixiy masjidda vorid bo'lgan vayronlikning mezonini barrasi etiyoti va lozim peshnoodlarni bozsozisi uchun yaqin paytda guzarish beradi degan. Va bu ham bir xabari varzishi. Gurosh raqobatlari olmush varzishkorning o'rtasida Balx viloyatining Chorbulag volisvolisida barguzor bo'lgan. Gurosh raqobatlari varzishi rasmiylar tomonidan Balx viloyatining Olimpik varzishni tarbiyat badaniy riyosatining hamkorligida olmush varzishkorning o'rtasida bir kechada Balx viloyatining Chorbulag volisvolisida barguzor bo'lgan. Ushbu raqobatda 10 jo'ra masoviy etib 20 kishi ham ariflaridan yutib qahramon bo'lgan. Ushbu raqobatlarni yo'l taylash hadafi mahalliy varzishni rushdi va tarviji unvon bo'lgan-ki, oxirida bartar varzishkorlarda javoiz ehdo bo'lgan. Ushbu soat yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Har birlaringizni aloy mutolaaga topshiraman. Yana ko'rishguncha xayr, sog', amon qolinglar. بردم و بردم بلب استقام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان.